ogoh bo'ling deb musofirda yurgan aka-ukalarimiz bilan opa-singillarimizni shokka tushirayotgan ba'zi bir blogerlarga mana shu videoni oxirigacha hamma ko'rishni tavsiya qilaman. Juda foydali bo'ladi. Bu video hozirgi video ko'rib o'tganingizdek, hozir Rossiyada nima ekanki, Ukraina bilan Rossiya o'rtasida urush bo'layotgani uchun har qanday, ayniqsa O'zbekiston, Tojikiston musofirlarini har qanday holatlarda ushlab olib ketib qolib, urushga jo'natayotgan ekanmish. To'g'risini aytaman, men 18 yoshga voyaga yetganimdan beri mana shu Rossiya davlatiga kelib yuribman. Shuncha yildan beri, даже bir kelishimda 6 yil yurganman Rossiyada. O'sha 6 yil davomida 2 marta patent qilganman. Uni ham 1 oy 2 oy ishga kirib olganimdan keyin to'lamay qo'yganman. O to'g'ri, eski vaqtlar edi. Bitta narsani fakt bilan men sizlarga ayta olaman. Mana shu urush borasida, mana bunaqa plastik, kuluch, endi kuluchni qayerdan chiqarib ular, men o'shanga tushunmayapman. Bu bilet prosta xafa bo'lmaysizlar, oddiy xalqni aldash bu blogerlar. Prosta prosmotr yig'ish, balopiston. Menga prosmotr kerak emas, prosta to'g'ri yo'lda to'g'ri maslahat bermoqchiman. Bu narsalarga uchib qolmasliklaringizni iltimos qilaman. Bundan где-то 5 yoki 6 oy oldin russkiy grajdanin dastavkada men bilan birga ishlardi. O'sha bola aytayapti. U lekin o'z xohishi bilan urushga ketdi. Boryapti, ariza yozyapti. Короче, shunaqa bilmayman, bo'limda xizmat ko'rsataman. Oyliga yoki haftalik yoki shuncha oylik, короче, pul tomonlama boryapti. Unga aytayapmiz, borma, ertaga nima bo'ladi, nima qo'yadi, menga farqi yo'q deyapti. Prosta buni o'zi borib, rozi bo'lib, Rossiya fuqarosini o'zi borib turib, rozi bo'lib turib, o'zi shartnoma chekyapti. Keyin u aytayapti, O'zbekiston, Tojikistonning fuqarolarini ham juda ko'p ko'rdim deyapti. Hammasi mana internetda aytganday vahim emas deydi. Bizda internetda vahima, ushlab olib ketish, unaqa narsa bo'lmaydi. Agar любой inson o'ziga pul kerak bo'lib turib, u yerda yozib qo'yibdi. 1 milliondan 5 million so'mgacha pul beraman. Uning muddatlari bor, qanchalik tayyorgacha. O'shangacha, o'sha soqqani olgandan keyin u majburan olib borilmaydi qandaydir. U majburan emas, soqqani olgandan keyin boryapti. Tushunyapsizmi? Bu shartnoma tuzyapti, shartnoma. Men boraman, soqqani to'laysan degan maqsadda. Hozir mana bu videoda ko'rib turganingizdek, har qanday kulish tashlab ketyapti, go'rbalo. Bu bo'lmagan narsa. Men realni aytaman, bu bo'lmagan. Mana pashti men 34 yoshga kiryapman, pashti qancha? 18 dan beri hisoblasangiz, hozir aniq где-то bir 15 yilga yaqin bilan hech bunaqa problemaga tushmaganman. Hech bunaqa hodisa bo'lmagan. Bitta narsa aytayotganim, to'g'risini aytaman-da, menman degan bloger prosmotr uchun ishlaydi. Har qanday misol YouTube mavzusiga qo'rqinchli qilib yozadi, polibom kirasiz. U narsa bo'lmagan narsa. Siz qachonki o'zingiz shartnoma tuzasiz, o'z xohishingiz bilan qilsangizgina ular olib ketadi. Sizni majburlab turib, manaqa dokumenting yo'q, unaqa dokumenting yo'q, yoki mana bu plastikni olib qo'yding, yoki mana bu kuluchni olib olding degan unaqa narsa yo'q. Azizlar, iltimos. Bilaman, o'zbek xalqi ishonuvchan xalq, lekin iloji boricha mana shunaqa videolarni ko'rasizlarmi, iloji boricha ko'rmanglar. Akasi, polibom bir fikr buziladi. Dalil Mamet mana Sberbankda mashinniklar tushadi, u deydi. Sberbank hech qachon o'zi telefon qilmaydi. Siz problemangiz bo'lsa, o'zingiz qilasiz. Mana shu bo'lgan kecha bugundan boshlab 900 dan menga telefon qiladi Sberdan. Men ko'tarmayman. Ko'tarmaslik kerak. Vse. Sberbank hech qaysi bank sizga telefon qilmaydi. O'zingiz problemangiz bo'lsa, o'zingiz qilishingiz mumkin, lekin banklar hech qachon sizga telefon qilmaydi. Keyin mana bu patent to'g'risida. Hozir juda ko'pchiliklar patentni annulirin bo'lgan. Bu patent o'zi annulirin bo'lmaydi. Uning asosiy sabablaridan biri mana bu uvam dilini topshirish kerak. Mana bu moy dokumentga borasa, gaz uslugingizga kirish kerak. Haqiqatan shu yerda ishlayapti degan. U adashmasam 1 yildan 2 yilgacha bo'lgan masofada bo'lar ekan u. Har 1 yildami, 1,5 yilda o'shani yangilab turish kerak ekan. Hozir shu bugun ham men ham patentga borib topshirib keldim, shunaqa. Hech qanaqa o'zi an'analari bo'lmaydi yoki 3 oy turmadik, unaqa gap yo'q. U bo'lmagan narsa, azizlar. To'g'risini aytib,
hozir to'g'ri juda qattiq bo'lgan. No, u qaysi tomonlama o'sha uvamdelinani qo'yish kerak. Dalniy bozorda haqiqatdan o'sha yerda ishlayapti degan narsani qo'ysangizgina eng katta rol o'ynayotgan narsa o'sha uvamdelina bo'lyapti hozir. Shu qayerdadir ishlayotganingiz to'g'risida tasdiqlashingiz kerak. Go'shtiga kirgizib qo'yishingiz kerak. Hamma problema, dokument, misol patent topshirishda hamma problema ana shu o'shandan kelyapti. Boshqa hech qanaqa problema yo'q. Mana men to'g'risini aytaman, urush bo'lyapti, u bu deydi, Rossiyada uncha odam chiqib ketyapti. Ya, bu deymiz-ku. Lekin shu bugun ham boryapti, mana misol. O'tgan hafta ham bordim, ochirdim, kelmadi. Shu bugun ham boryapti, 10,500 nechinchi ochir. Tasavvur qilyapsiz, soat 10 da boryapti. Ertalabki 10 ga. Demak, agar shunchalik yomon ekan yoki shunchalik odamlar opar qamaytgan ekan, nimaga odamlar bu yerda yuribdi? Shu savolimga javob beringlar. O'sha narsaga tushunmayman. Hech aqlim yetmayapti. O'sha o'ylayman, aqlim yetmayapti. O'shaning uchun azizlar, sizlardan iltimos, hech qanaqa vahimaga tushmanglar. Sizlar o'zlaring rozi bo'lmasalar, hech qayerga urush tugul, balo gattor hech qayerga olib bormaydi. Odamning o'zi sababchi hamma narsaga. Siz pul kerak bo'lib turib rozi bo'lib borishingiz mumkin. Hatto sizni majburlab, mana bu patenting yo'q edi yoki aminang ishlayapti, ishlamayapti degan bahonalar bilan sizni olib borib, tiqib, borib urushga jo'natmaydi. Hech qachon o'sha narsani unutmanglar. Har qanday blogerning gapiga kirib ish qilmanglar. O'zingizlarga tavakkal boshiga. Siz shu qanaqadir dokumentlaringda problem bormi? Tavakkal bosing. Avvalambor Xudo. Men danganlatdim, mana shu o'zbek blogerlarini kuzatmayman. Ayniqsa mana shu musofir, mana shu Rossiyada yurganlar to'g'risida mavzu bo'ladigan bo'lsa, hech ko'rmayman. O'shaning uchun iloji boricha harakat qilinglar, ko'rmanglar, faqat o'zingizlarga ishoninglar. Avvalambor Xudo denglar. Shu bo'ldi. Agar video yoqqan bo'lsa, albatta like bosasizlar, kommentariy yozib qoldirasizlar. Bundan-da qiziq ma'lumotlar yetkazishga harakat qilaman. Foydali maslahatlar. Bu aytgan gaplarim hammasi rost. Prosta har kimga ishonib, har bir blogerga ishonib ketavermayman. Blogerlar u soqqani qilish kerak, prosmotr qancha prosmotr ko'p bo'lsa, soqqa shuncha ko'payaveradi ularga. O'shaning uchun iloji boricha hamma narsaga ishonmanglar sizlar. Maslahatim. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr.